Ana diyarım. Nemi demekçi? Ha? Sen nemi demekçi? Senin bek goş yegin kep ketken okşamam da? Mening go'sht yegim kelmamidi, Bakraxon. Biz mi bir haqlik o'xshash bir etim et o'tkazib boqsak bo'lmamdi, ha? A ballamam işte bo'shanliq qildim, onamni o'yi ketdi, ana. Ist. Silib ayak sho'p qopsizlar. İst. Sen mi xotun kişi olup kapsa? Kuanla bir kadın yaptıkken, er kıygan mı xotun, ya kıygan mı xotun der. Sen de mecmari xotununu ağan diken, şunda oldu. Nima gapni? Sadak aytgankan, mana mushunda bo'ldim mana. Nima? Hah, tıkı. Et degende sokuldap ne verip geldi ha? Nega bordin, nega? Qo'shnining uyiga chiqib, onamga telefon qilib kirdim. Yenib kelinglar deganda texe. Ammo uyga bir aytlaydigan odam kirib qolmasin, patish kirib qolmasin deb yenib kelsam texe. Uşak ol. Oldu da. Ağzına tak okşutuyorsun. Rahmet dada. Ditiğim olsa. Hene, Ha? göçün alılı. Yoşun başlama. Dada, karak verdim. Kulağın olsun ha? Ha, Kaysarifkan. Sen bek okuyumu da bazılap gittin. Cık yap kuvvet doluklu var hemen. Ha, kara yerden bir ilgine afkın. Gile, taksiye bir. Üşenkin, alasın mı? Akam kep bulamaydı o. Qo'yni so'yib, joylashtirib olib, ondan kelamki bola. Katınca Ne dada? göçün istirek ye. Ha. Sana kıldığa iş var. Hı? Neymiş dada? Biz bugün iki koyuna kurbanlık kıldık. Ha. Göç mu hele çıktı. Ettigen bir san göç yapı yaptım. Bekrakının uyga içirpirip çıktı. Nime? Bekirge? Balam, bu uluk ay uluk günlerde kurbanlıkını kolum koşuna uruk tıkkan yetim yesiriler bilen yiysek savabıcık buludu. Tünü gün hele çıkan bizden oyluk kirip tüken. Gep kılanmaya çıkıp gitti. Akşam pul sorap kirdi. Ben bunu bilip durdum. Dada, geping to'g'ri. Boshqa har qanday odamga bersek bo'ladi. Lekin Bakirga bermaymiz. U menga shunda eskilik qildi. Uning ustiga sana shunda ahonat qildi u. Ya'ni shunda tursa, shuni go'shirimizmi dada. Bolam, ayem kunlarida ota-onaning gapini yis bo'lmaydi jima. Ana, Bakirning etizliqni qilganlarini manda odam kishi qilmaydi jenim ana. Shukri dadam berib qolmagan bo'lsa, qon to'kiladi deymi u yerda. Balam, Bekrakun bizden koşnamız. Et ayemde onun uydu kuşallık bulmuşsa bizden kuşal kuram et ötküzgünümüz ne mi gitsek? Kim onu bikayesin depti dada, ha? Kim onu işlep pul tapmışsın depti? O üzünün horulluğu, boşanlığı var. Bolam, dadam rost aytdi. Endi biz go'sht qo'shal xo'ramma o'ldi o'ttasak, o bicharalar g'aribsino bo'ynini qisib o'ttasa, adamning majburi kichidamaydi ekan bolam. Ana, bek bag'inlik kep ketgan bo'lsa, urug' tuqqanlığa yoki bo'lmasa, ojiz, yetim, g'arib g'urbalığı berile. Yetti azar saq bir adam go'sht kirib berishga shaxsan ben o'zim qarshi. Balam cahillik kılma. Muşunun bilen münasıtınla yaş olap kalıdı. Kaçak kaçlık birbirinle mayta atıp yürüyüşler. O'tgan ishlar o'tdi. Men uni tilga olmay. Lekin buguncha atdigan ishqalda uchrab qoldi. Endi ulug' ay ulug' kunlarda adovatni yuyib, salomlashib bir chiroyli o'tib ketaylik deb qarasam, qaramay bo'ynini to'lab ketib bordi. Tek salom qilsam ilkammayotdi. Buni nima deysiz dada? Senin bolam Qasımcan, bo'ynini to'lg'an bo'lsa, o'zining ishi. O'z gunohi o'ziga. Dadang degandek qil jenim bolam. Biz xulum qo'shni tursak, qarashmay bir-birimizga o'mishib o'ssak sat tumanda. Xushal xuram o'tirib atdiq.
Net gaplarını kılıp adamın keyfini uçardınlar. İş kılıp ben onun aldığı bağmayayım. Ya günah ben de olmasa. Ne dedi? Ya ne verdi yine? Qadir kamniki kirib hetlab chiqqanlar dedim, boshqa gap qilmadim. Senze iş ulanın üyü kirip meni iyil demekçi mi? Unda degiçe meni tirik turib öl desem olmamda va. Hey, qachongacha shunday yomonlashib juraysizlar, ha? Hetayam bo'lgankan, hech bo'lmaganda kirib hetlab chiqsanglar, shuning butun o'ch adovat jo'yildi emasmi Bekraxon? Sen beni saran kuratamsan ya raskep kılatamsan. Ula bizden yetim o yerimizde bakalık terbiyatı da. Sen bunu düşünemsen ya. Bekraxon. O'zinglar terg'in unmaysizlar. Haq jildi pul bermasa, yana bakaq terg'an bo'laman Bekraxon. Sen ne mi desen de. Ben o nimenin öyle kirmeyim. Ula bizden yerimizde terip paydalanıvatkan deken bizden aldığımızı kirsin. El Kasım degen bir nime menin aldığımı kirip köngül koysun. Ha. Boldu balam, sen ekirmisen, ne üzem ekirip birey. Dada, sen ekirip жүрсең atlashmaydi. Bekrikam bu go'shtni men de ekirip berey. Sen ekirip bersen bulmaydı balam. Cidel kılışkalla akan ulan Bekraxon. Akan ekirip berse adavet tükep kala. Aka, dadamning degini to'g'ri. Ma o'ch adovat adamning ishin och chiqib qo'ydi ekan. Men Bekrikamning ishga oldida kirib salom qilsam, men salomni qilmaydi. Odam bir xil bo'lib qoladi ekan. Boş beklediğin çırayı karın mı yoktu? O efurs olmasa sen efurs ol. Yengillep kalırsa. Biz bu jutta heli namı var cemaat. Bu namının kandak geldiğini bilemse, bizim o adımlarımızga okşaş başkalarına ülgü olap ütüşümüz gerek. Cepimizi olap gitti. Bopta. Kirsem mi? Kirip çıkay. Ha, ma gap bo'ldi. Bırak. Ulamın uçuk çırayı açması. Kanda kılam ha? Hetlab kirgan odamga ochiq chiroy ochmaydi g'ash bo'lamda, unda qilmaydi. Şundan ya. Avu. Kadirkam o. Bekbele edem. Ha, Bopta. Kirsem bir kirip çıkay. shunda qilinglar. Ham shu yerga kirgan paytida yo'qolib ketmoqchimi? Men u yerga jamoat hetlab kirdi. Ha yeni çıkma. Men sizlarga hetlik kiyimni tayyorlab qo'ygan, menlar kiyimlarni almashtirib chiqqan. Ha. Şurada mı? Ha, qo'pol. Kopanlı balam. Dinle. Qasımcan. Kaysar ya. Ha goştek gel balam. Ma'qul dedi. Nime mi kıla topladı? Ya bu kıkanını bilmese. Korkma. Mana. Maaf kal, sen ben bilen bile çırayapsın. Ma'qul sen bileçi. Birdim değişip kalması yok. Ma'qul dedi. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Asman ayrım mübarek Birgi olsun. Sonun mübarek olsun. Gel ana. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Kadranka. Ayemnin mübarek olsun. Birgi bolsun, Bekraxon, birgi bolsun. Rahmet. Hadir tek ballasından ögümangan. Estağfurullah. Ben bularning yolunu to'sab qo'yapti menda. Anda olsa biz o'g'lash hamma bizning uyga chiqib bir patlik uningdagi kirayli. Jusla. Estek yok. Aldı bilen ma ögü pert kılıyıp, onun da kesinlik iş kayla. Ha, şunda kıldı Bekraxon. Kana, ölçürler. Aşağı qilib do. Ölçürler. Mim aldı var. Kana. Ben başladım. Balam. A goşne Bekraxon'un ögü tüzrak çıkıp be. Ma'qul dedi. Ma'qul. Öydikiler ranjib qalaman, hem de bek keçip ketdi. Ya, bay şehirden çıkıdığan vaqtda biraz kechikib qolamayız deb men telefon qilib qo'ygan. Voy nimdan chiqmayman Allohu ap deganda. Qaqshima xotin, mehmon degan uyning barakati juma. Ha mehmonlig'i tas qaldinglar ish qo'yning ishini yigizayotgili. Ya Allah, mehmonlik go'sht kesib yeyotgan pichoqni sayoqlaydim deb chiqib ketib tas qapsan-da. Uzog'i ulab o'g'iydim shunaqa qilgan bo'lsanglar. Chiq qilib qo'ysam deyotgan gibini. Men unda qiz xotinlar emasjimi? Yetti uyga mehmon qanchalik chiq kelsa, mening ko'nglim shuncha ko'tarilib ketadi. Hep belli. Mana endi mening xotinimga o'xshadinglar. Ata,
Garajdek mehmon başlap kiraylik ki. Qo'rqmay akiranglar. Yetishemsam sinov emasman. Bola. Sunuma. İçin sıkar oğlum. Madadan ne el jüriydiğen de emdi. Ya Allah, ya Allah. Oy, Voy, oy can. voy ne buldun la Xutan? Bu kep gündüzde yotqan kirib yetib olibsiz ya? Dada etigen çıkıp ketken çumuştam yoqab ketem sen deyme. Anamdan mijazi yok kızdık ketadi da. Ha, shu. O yangiroq tarafda chelishibdi ekan. Shu yerga olgan toq. Alamet qizib ketdi. Ush qo'sqima chiqib ketmagan bo'lsa, makimda kelmaydim tiqi. Bek bilen bulakta, uptan bulakta. Ya Allah. Bu ömür oldu uyan toymay üdüdüğe okşaysızlar. Mama ölüp kalsam boğruğu yok yapıp berip oynap gidersiniz mi? Oy, şu. Bu kira kirmayli mi? Koduldap ketding la, quruq tug'deklam, kot qilib. Tilisan tapası dep mana. Biz omda ottağa adamla ağırık kılıp yatkızıp koyup. Bugün fakat mijazim yok. Heli toğlap, heli kızıp. Oy titrek özüp gitip Bu varmış. davası hili to'nlab, hili qizg'an bo'lsanglar, qiyliroq yotgandan birini yepinab, dog' ichib bir yotamsizlar ya chunkinim. Bir yıl tamam işek tepkendek yap qilmay men bir doktor kapırıp bekanlar bekra. Ah, doktorxonadan kelib qilmanglar. U vaqo pulni deydigan ya bu. O'tganda xabarim var ayna. 3 kun okul saldırsam 500 koyunu qo'yib ketdi emasmi? Ya Allah, ya Allah. Ya o'zingni pul topolmaysizlar. Ya pul lazım bo'lganda pul yo'q. Ya Allah. Qiziq Acab gap bir bo'ldi. ay tikib tikanman lekin acab bir ay. İnyanı koduldashni boshladingmi? Shu pul yo'q bo'lgandan keyin pul yo'q deydigan gap shu. Ha yok, yok. Anam ağırıp kas karım mamdasın ha. Voy mang'ina saqal taqi. Kim kari yo'qken, kimdan kari yo'qken? Deydiganda bu kari yo'q deb ketganda. Anam biraz ağırıp kalıcıma şemsan peşansını tutpak ha. Voy. Rostla qizitib qopti ya ma va. Rost qizitib qopsin ha? Ha? Astagfirullah. Ey, sen mushta vaqt og'rib qolg'achamida qishda, edem baga vaqt og'rib qolsang bo'lmamdi deymi ha? Ey, bugun kunga nima edi? Seyşembe. Ajab yaxshi. Samatjon, sen chiqmagan Harun tayyorla. Bular ishni ko'p. Ne görmez? Maymoq mahallasiga Uyanmış kılmaz. qiziq gap qildi ekan. Adamdan kari olmasa, kari olma degan. Kari bo'lsa mushta kot qilgan. A bag'anda bilsa. Ne maqul men gap qilmadim. Ekla bular. Dada doktorxana men baray ha. Sen borsan bo'lmaydi bular. Nemişki bulmaydı men özüme yalnız kalamdım ha. Bo'lmaydi degandan bo'lmaydi. Açangmaq o, yataqlıq məktəbdə oxuyma deb, mana muşundaq canğa ezqatadigan vaqtda ezqatmaydı. Anаңны vaqo doktorxanaga apmaymiz. To'li gap qilma ya. Uyini beqib tura bilaman. Sen anam doktorxana kapamay ne kapırsa? Anаңны davolaydigan yerga olib bermiz. Nimada to'li gap qilayversiz deymi? Savol so'rab. Menga bilama ishni chutashdi kular. Bular. İştikol kun kecha bo'lib ketdi. Bular. Qara bilam. A ishkini obdan taqab. Obdan o'ttab turg'in ha, nima? Maqla. Oy, Bekraxon! Qaynadan loyga ben qaşmapsızlar? Ya ma ayolning mijozi yo'q, doktorga boribmandi. Oy, mübarek olsun. Boyliqni yengil qavşaydi. Yo'q lan gap qilmanglar. Yaqiningizda bo'shlig'im qoldi, alpayda olib qoldi deyman. O'ltasi arzu to'xtatib salomni qilmay ketfag'ini kalandadan olasizdan-ki.
Assalomu alaykum. Aleykümselam. Hoş. Ayolning mijozi yo'q. Bir o'qitay deb kelgan. Orada. Kirle. Öykünle. Bak, kupan tut. Kupa. Bulu. Bekle, kütüre bulu. Bulu işte kul. Assalomu alaykum. Xelchixon. Xelchixon. Balam, anam to'lig'ini. Anam og'rib qolganda dadam doktorxonaga ketgan. Voy xudoyim-ey. Ig'ir emas-da. Yo'q, ozroq qizitib qolibdi ekan shu. Sen uyda yolg'izmi balam? Men sel turib tomoq sunib etay degandim. Menga bizning uyga chiq. Rushanglapdan cho'chir etyapti-da. Bo'ldi, men shu topshiriq ishlay. Balam roziyami uyda topshiriq ishlaydi-da. Birga ishlaysiz balam. Qo'pa. Yolg'iz o'tdanmay menga. Etsin ağları bir cin çatlışı oldu. Ha, az oksak sakaymaydı. Tuğvaklı mı saklanmaydı? Cin ketmeydi o. Nim bağlısı bağlap. Moş cinni ikkinci kemmeydan kılvesler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mavsum tımın tikarın çatlıktan. O'qiyversizlar, keyin berma. Men bak. İştama. Orada. Yahtur ben, cur ben, vastur ben, kur ben. Saktur ben, kur ben, kalktur ben, kur ben. Ballarım, sınıfta qalsang o'rganishni bakroq yaxshi. Roziya menda yaxshi. Samatjonmi yaxshi o'qiydi dada, lekin dadasi uy ishiga jiqsi deb ba'zida topshiriqni yaxshi ishlayolmay qoldi. Sametcan'la akıllı. Yaxşı okuydu ha bala. Samatjon, ala balam cho'chirishchi. Çıksan çıktım, çıkmışsan kovanda bağırıyor ya bu yaptırma. Ne diyecek? Eski melekle kışı var, yalnız terekle tüyü var, yalnız kargaşla tüyü var, çıkacılıkla tüyü var. Çıksan çıktım, çıkmışsan kovanda bağırıyor ya bu yaptırma. Çok kalene. Ma'qul. Dur. Asta qo'ponglar. Ey! Qaydap yurisham sen? Putlaring, saqlaring, atokalarni ilib maqmam sen? Kesallarni, saqlarini ilib maqmam sen? Ha, mana ketmam sen? Of! Samatjon. Balam ey. Bula, ma eshak tutib tur. Tutdi.
Aa, ışık ne ya? Bağlap ya. Birden oturuyorum. Ana qandayraq tursa? Ananı davalaydığın esle doktor emez. Dağın ken emez mi buna? Bir tuğulalı dağılı ötte. Ha, daxanken? He? Anamın sesli daxandan qışa qapırıp dikensen de dada. Davalaptım işte. Hiç saqayğandek emas qo. Kalva. Kisel degen bir demdil saqayıp gitem da. Bir neç gün putkolunu uzun sınıfında aramağan deken, ananı çaplışı vagan elki cinşi hayatullah ayetinin küçülen çıkıp ketken deken. Asla saqaymam da. Boldu. Sen fıkmağan deken, üzerinin işini kılıyorum ben. Mektep mandım cumam sen. Hey bala. Çay içtin mi? Ey balam ey. Ay yolun çetülerek mangıcıma. Ana. Xudoga emanet. Xotin. Qandayroq tursa? Oy, bu bütün üstüxan alamadı. Ha? Undan so'ng uyga kirib yotay birdan. Tamam. Kızım, Ha ana. xemini jiqraq yug'urib qo'ysizlar. Vaqil chiqa og'rib qopti ekan, bir tushdi oshini bitay deyman. Ma'qul ana. Mush xamir miydi? Ma'qul bo'la. Bekraxon. Bekraxon. Bekri. Voy ha. Voy mana. Ya Allah, ya Allah. Bir kisel köpsü mecmerik bir xotinni olib dikenman. Mana hamsida bir quyitma baka. Yana nim bo'lgansa xotin. Ro'shangul ekirga oshnimo ichmabsa, men senga nima qilib beray? Ben fakat bulamadım. İçimde ot gitti. Mami muzdek suya kepirala. Bu turaqdag'anning o'g'ini hech bir kuchini ko'rsatmaydi. Amma qil. Mana xotin. Mana. Beshing azroq ko'tar edi. Azroq. Beshing azroq ko'tar. Oy. Tuflab ketdi. Oy. Ay dadası. Ha? Dakika Mami doğru olsun kepirala. Ben pek bulamadım. Xotin. Bir kun chidab tursang bo'ldi. Bu ajab bir sening jining bek bo'shab ketdi ya xotin. Atroqdag'an yomon bir nima? Sanga vaqo. Jinning yomon chaplashib qolgan gap. Ikki yomon elishayotgan gap hozir. Yani bir kun chidab tursang, o'qonning kuchini ko'rding xotin. Ben bulamadım. Ben mahalim bilen ehtiğici çiğdiyemeyidim. Okşar ben bulamaydım. Ben de bir razı olup bitti olcuma dadası. Yo'q gapni qildikansan xotin. Nada, jo'limik nima bo'ldi? Og'zingdan soch ketmasin yana. Bo'pti. Ekilpasam, ekilpiray shu do'rini. Men do'ri ekiray. Men do'ri ekiray xotin.
Qamchidan ichadigan bo'g'iydi bu do'rini. Yo, bu xatni o'qiyamsam. Chiqaq yigizay. İştirak baydı qıpqıla. Doğruna geldim Xutan. Mana. Voy, uni so'rab nim qilsa, ishchi yurak bo'ldi. Kel, beshingni ko'tara Xutan. Azroq. To'ta. Suv ichi. Azroq yana azroq. Bo'ldimi? Ma'qul. Endi saqaymog'ingni bir kuray. Xutan, sen birdan armab to'g'an. Men qo'yib bir yem berib yetib kiray, ha? Birdan armab. Hazırlık kirme. Dada. Keç qaldın balam. Ekbercan degan savatçımның uyga borgandim. O savatçımның dadasi teyipken, anamның ag'rib qolganligini, sening anamni dayxonga borib o'qitganligingni desam, dayxon degan qip-qizil yolg'onchi, uning gapiga ishonmanglar. Anam nekkasam men kesilni ko'rib boqay deganda. Poqni yepdi. Sen nima oqsoqollik qilib dejurisa bu ishni? Desam bo'lmabdi. Bulam temsa bir japada o'qitga oyat kuchidan qoladi. Oqsoqolning. Menga juga ishni qilajgu. Anam hozirgi saqaymidi qamsa? Tungunga xili yaxshi bo'lib qoldi. Kirib qarab baqa. Bayteq dori ichkizib qo'ydim. Ertagicha chuqum yaxshi bo'lib ketdi. Dada. Ha? Anamga madorini berdingmi? Ha? Nima bo'ldi? Bu necha yilni yaxshi ishqab turib vaqt o'tib ketganda artdi. Uning vaqti o'tib ketib, yo sesib qolmabdi, yo qurishib ketmabdi. Bir obdan turmamda. Sog'lomlik dars muallim bizga vaqt o'tib ketgan dorilarni ichmanglar deganda, onam sen zaharlab qo'ymagansa? Og'zingni ustma. Tushunma qiz. O'ras. Jura qarab boqayli. Ana ko'zingni ocha, ana. Oy, Xilchixon. Xuton. Xilchixon. Nima bo'ldi, Xuton? Ana ko'zingni ocha. Nima bo'ldi? Astag'firullah. Ulan, biz anamdan ayrılib qolamdik nima? Ana ko'zingni ocha. Xilchixon. Vay Xudoyim! Vay canım Xudoyim! Dadivalichkalarni tashlab ketaysizlarmi Xudoyim? Hem dadivalichkamizga kim tomoq etib beradi Xudoyim? Vay mening qulamda ishkanmisa, men qanaqa qilaman Xudoyim? Vay bizga nonni kim yeyib beradi Xudoyim? Canım Vay canım Xudoyim! Balam, anamdan ayrılıp qalgan o'xshaymiz. Sen chiqib. Ay yog'liq eklama, yog'liq eklam. Nizbon. Vay canım Xudoyim! Ajab qadrimni qilolmabdim Xudoyim. Ana Canım ko'zingni ocha. Xudoyim, quloqda. Vay endi qanday qilamiz? Endi bizga ochtomoqni kim itpirdi? Nonni kim itpirdi balo? Arilib qoldim.
Vay canım Xudoy. Allah. Biz chiqmasdan qo'shnilar xabar qilaylik. Sen bir şey o'tiribdi. Ben o'zim xabar qilay yiqildi. Bitirilma yiqildi. Ben xabar qilay. Vay canım Xudoy. Vay qanday qilib bag'rim Xudoy. Vay kuyimchan Xudoy. Vay Xudoy. Vay kuyimchan Xudoy. Bekraxon nima ish bo'ldi? Qaymag'on. Qilchqanda arilib qoldi qaymag'on. Voy, nima deysizlar? Voy bag'rim Xudoy. Qilchqan tugab ketdi. Qosimjon! Va Qosimjon! Va bular tukamishdik bular. Ha, mana. Va bo'ldi, sabr qilinglar. Va qilchqanda arilib qoldi. Nima ish bo'ldi? Nima bo'ldi? Qilchqan tugab ketdi. Voy. Va jurma. Bekraxon, tiniqib olgan emasman, nima ish ingim chetib qo'yding deyman. Tovdala adaş. Ne ekan bu işte cimiyatxona? Çoğum öldü. Va men bos doktorga bir olib bormaymanmi? Kiraka. Bir narsadan ig'ir zaharlanibdi. Herhalde tiniqib ekan. Nima bergantinglar? Hayatmikan? Tov Xudoyim. Bir o'lib tirildim nima Xudoy? Dadam ma doğru beribdi. Bu vaqt o'tib ketgili 3 yil bo'lgan doğru ekan. Mushundaq doğruni beramsizlar. Bemorni tiniqib olgan bilan hayot xavf ichida jiddiy tadbir qo'llanib qutqazmasa qo'ymaydi. Doktor, amal va xotinimni bir qutqizib qolsizlar. Men sizdan u dunyo bu dunyo xo'shib qilay. Ma ballalarim yetim qolmasin. Men sizlarga eg'ildagi qo'yni ekilib beray. Ketakdagi to'g'inlarim bor, shuni ekilib beray. Qutuldirib qolsizlar doktor. Yo'q, bunday gapni demanglar. Jiddiylashmanglar. Biz amalning barcha tirikchilik qutqizishga tirishimiz. Sizlar rasmiyat bijirgach, koridorda saqlab tursanglar. Ma'qul doktor. Jura bolam. Juringlar. Pulni o'shak to'lamdoq. Qaymag'o. Nima bo'ldi? Oldirachilikda pul sanmay ketdim emasmi? Bo'ldi. Menda bor. Mana 2000 koy, to'lab turing. Astag'firullah. Sat oldu. To'langlar. Rahmat. Doktor hoş geldin. Doktor, qandaroq? Yaxshi kasal qutqizib qilindi herhalde. Rahmat doktor, rahmat. Ya arzimaydi. Halim bo'lsa, rahmat. Kirse bulamda aka. Yo'q, kasallik ahvolim o'qilmasin. Endi keyin kiraman. Rahmatchimiz. Rahmat doktor. Halim Ya bo'lsa. Hazret. O'ltiringlar. Asım dürtmemi çarpıştırma naziklerim. Rahmat. Tamakta obdarak yemsanglar. Olmaydı deymen. Senin kucak basıp koydun ha ben. Hiç kısı yok. Şunda akılımız endi. Unutma deb ketmanglar. Qo'lim qo'shnidachilikda bunchalik ishni qilamiz-da, hamda. Vaqtida eklab olib kelamiz,
Bakraxon. Xalchixonning kesili saqaydi. Hem ıslan ma kallangda kesel kaçan sakaya. Mening kallamniki? Mening kallamni kesel yo'q. Ben oğlanın Sametcan'dan hemme gapni anladım. Siz Xalchixonni Turaqdaxon apırıp o'qitaman deb o'ltirib qo'yg'il tas qapsizlar. Mana buni vag'u xurofotlik kesili deymiz. Gep qilmaslar qiymaxun. Ay mağın deb qo'lamdan so'rab orug'i besib epmangsa, nega opirdig'ini uqmay beribdim deysizlar. Mush ay mush kunda kimni daxon o'qitdi deymi? Aras. Tunigun anglasam Turaqdaxonni boshqalarni qaqt so'qti qilgan deb saqchixonnikilar kelib tutib ekirib ketibdi. Nima? Turaqdaxonni tutib ketibdimi? Xo'p bo'libdi taza. Ma adamning menga vaqt o'tib ketgan do'rini berganlar-chi texi. Mana buni nadonlik kesili deymiz Bakraxon. Ma ikki keselni vaqtida saqaytmagan bilan keyin pushaymon qiladigan gap. Endi qanday qilamiz Qaymaxon? Endi pul tepishga sizlarga o'xshash ipimiz bo'lmagan ekan. Endi shu azaroq davoltay deb shunday qilib qaptimi? Adamdan xishlik qilmoqlamdi. Voy, siz taq bilmamsizlar? Nimni? Hozir biz ma dehqonlarning davolini shaxsiz bo'lib ketdi. Yo'q gap qilmanglar. Siz 2000 ko'yni bersanglar oldiga, yana qazi oldingiz sizlarga. Voy, men sizni bilido debdim-a. O pulni hozir to'lagan bilan keyin hukumat uni отчет qilib berdi emasmi? Yo'q gap qilmanglar Qaymaxon. Ya biz bir отчет qilib beradigan hukumatning kadri bo'lmasak, отчет qilamda shuna. Shuna deymi? Yolg'on gap. Ne jurdigansizlar Bakraxon sizlar? Sizlar vaqo, al pul to'lagan ta'lim bilan sug'urta kinishkisini elib, kentga berib, Hashim sekretarni izdanglar. Darhol отчет qilib berdi. Hukumatning mushuncha yaxshi siyosatini texiç bilmay yursanglar Bakraxon. Osmon o'rilib tushsa, tegida mant yeydigan odam dasizlar. Ras. Bir vaqtda ashna bir kinishkini bijaganda qilgan xotin uyda bog'o deyman shu, Ba. Men uni eliga tatini ichib tiqib qo'ygan. Men tex uni qanday vaqt ishlatadigan narsa o'g'aydi debdim-a. Uni dal mana mushundaq vaqtda ishlatimiz emasmi? Kechikmay kentga beringlar-juma. Ma'qul. Kentga berib отчет qilib bu do'qatimize pulongni vaqtida qaytirib saldigan bo'ldim-da. Jirovni mashina chiqar. Ha, endi mashina. Oy, kelinglar Bakraxon, kelinglar. Rahmat sekretar, rahmat. Davolangan pulimizni отчет qilib berganliklariga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat sekretar, rahmat. Bu qilgan yaxshiliklarni hargizmi unutib qolmaymiz. Bakraxon, rahmatni menga aytmay, partiya hukumatga aytinglar. Bulamda? Ma'qul. Anda bo'lsa biz chiqaylik sekretar. Ma'qul. Bo'ldi. Qaçılmay turinglar. Zaten imkanım bol diye bayatya kaçtanlar deysiz, hem kaçtırmanlar deysiz bu. Bu analını aladigan xaridaning muhim ish chiqib qopti. O yana bir haftadan keyin keladi ekan. Shu kelganda qaçılsaqmi ulguralaymiz. Qaçılgan tursak buni qanday qilmayapsiz? Qaçılab bo'lganlaringlarga tegmanglar. Qolganlarini tekshi yeytitinglar. Shamoldag'ash tursin. Yetesekler mi lan da? Yeytib bo'lgandan keyin ondan ishni tutsanglar bo'ladi. Yerim kunlik ish haqqinglarni beramiz. İşte tüvit bulup kasırınızdan ama. Ma'qul bo'ldi. Bundan sonra iş qilmayman. Sen berib ishni bejiriver. Ben meyerdeki işini tüvit bo'lgandan keyin qo'tonga bormasam bo'lmaydi. Qo'yning yam qashaqlarini tugatdi. Yani ikki qo'yni birini yemay yetib oldi deydi. Berib qarab boqay. Assalomu alaykum, Xaybjon. Va alaykum assalom. Assalomu Va alaykum alaykum. assalom. Xaybjon. Odan tutulmas. Şaman qopaplama. Yaxshi. Hele qisliga tuligim bamiga anan biga o'zim keldim qayslar. Azizane diyorim var. Vay, haştedep makanım var.